Sizga challenge. Birorta serverga kiring. Qamayli urinib ko'raman. Siz avval videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh, aynan qaysi server? Buni aniqlashtirib olish kerak. O'yinning o'zida 3 ta mana shu server bo'ladi. Lekin ko'pchilik bularga qo'shila olmaydi. Demak, men mana shu serverlardan biriga kirishim kerak, shundaymi? Agar shunday bo'lsa, bu qiyin ish emas. Mayli, mana bu birinchisiga kirganim bo'lsin. Join game deb bosamiz va serverga kiramiz. Sizlarga ham o'rgatganim uchun albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Serverga kirishini kutamiz. Xo'sh, endi bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Biz bu yerdan birorta tugmani bosishimizga to'g'ri keladi. Va men xo'sh, mayli mini games deb bosganim bo'lsin. Xo'sh, bu yerda 3 ta tugma chiqdi. Hammasi bir xil o'yin, faqat birinchi, ikkinchi va uchinchi qism. Mayli, birini bosamiz. Yaxshi, demak bizni bu qayoqqadir etyapti. Xo'sh, demak serverga kirish boshlandi. Yaxshi, serverga kirgandan keyin sizlardan albatta kod so'rashi mumkin. Lekin bu yoqda kod so'ralmaydi. Sizlar o'zingiz kod o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Juda ishonchli kod bo'lishi kerak. Va uni hech kimga aytmaslik kerak. Shuning uchun men sizlardan uzr so'rayman. Bu yog'ini ko'rsata olmaganimga. Sababi bu kod faqat bir marta o'ylab topilar ekan. Xo'p, mayli. Men challenge-ni bajardim, serverga kira oldim. Lekin negadir men o'zim massiv bo'lib qoldim. Mayli. Agar xohlasangiz, keyingi videoda mana shu serverda o'ynab ko'rsatishim mumkin, nimalar borligini. Hali o'ynaganim ham yo'q. Buni kodni o'ylab topish kerakligini endi bildim o'zi. Mayli. Agar buni mana shu kommentda yozgan odam ko'rayotgan bo'lsa, albatta keyingi videoda nima qilishimni ham yozib qoldirsin.